Ohangaron tumanidagi manzilli koloniyadan qochib, yosh qizni zo'rlagan pedofil bo'yicha yangi ma'lumot. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Albatta like tugmachasini ham bosing. Bunday pedofil itlarga O'zbekistonda qanday jazo berish kerakligini esa izohlarda yozib qoldiring. Avvalroq Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi manzilli koloniyada jazoni o'tayotgan 31 yoshli pedofil qochib, 3-sinf qizni zo'rlagani haqida xabar bergan edik. Ushbu pedofilning qamoqdan qochishi ortidan ichki ishlar organi xodimlariga jinoyat ishi ochildi. Gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda ushlangan va unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Jabrlanuvchi voyaga yetmagan qiz birlamchi ko'mak xonasiga joylashtirilgan. Ayni paytda psixologik tomondan dastlabki suhbatlar o'tkazilmoqda, deyiladi ma'lumotda.